Oka Kozmo'pedagi joyini ham ishlatgan-a? Ishlatgan. To'rg'an shashlik, qiyma shashlik, hatto jigar shashlikni ham eshitgansiz. Lekin aniq achchiq shashlikni eshitmagansiz, qadrdon. Biznes dizayn jamoasi Namangandagi achchiq shashlikka bukva ustanovka qilgan ekanmiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, batafsil gaplashamiz. Namangan Damboq Kalsoyda joylashgan mana bu shashlikxonada 10 xildan ortiq shashlik turlari bor ekan. Lekin baribir ham mana bu achchig'i boshqacha bo'lsa kerak-a. Qadrdonlar bilan bir yig'ilib o'tiray desangiz, joylari ham vasiy ekan. Agar telefon qilib jo'nataveringlar desangiz, dastavka xizmatlari ham bor. Xullas qadrdon, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rganga nima yetsin? Kelganingizda albatta mana bu bukvaga bitta like bosib ketasiz.